Salom hammaga, sizlar bilan Uzcraft va bu yerda Uzib kapitan salomlashib qo'yamiz. Bugun sizlar bilan toshdan epik narsalar videosini olamiz. Qani ketdik, boshladik. Daraxt chopib olamiz. Albatta. Daraxtdan ham epik narsalar tushyapti. Menimcha modda sal xatosi bo'lsa kerak. Nima o'rayapsan ey? Nima o'rayapsan? Daraxt chopaverish ham jonga tegadi-yu, lekin mayli. Qanday epik narsalar tushar ekan. Aytgancha o'yin boshida aytmanman sizlarga. Bugungi maqsadimiz Ender Dragonni yo'q qilish. Senga kilka tushdimi? Kilka tushmabdi ukamga. Mayli, o'zimiz qidiramiz. O, bronya. Molni chopamiz. Abed. Qorin to'g'ragan. O, obsidian. Daraxt, obsidian. Birinchi bo'lib bizga kerakli bo'lgan narsa albatta kilka. Lekin baribir. Mana daraxt. Bunga verstak yasa va verstak bilan kilka yasash kerak. Men daraxt berdim senga. Kamol. Qochdik obunachilar. Yemayaptimi? Kamol. Yuguramiz. To'xta, jonga tegding. Senda nima bormi, o'tirma? Kilka yasadingmi? Men senga daraxt berdim boya. Kilka yasadingmi? Bosh chiqimlatmi? Yo'qmi? Kilka yasadingmi uka? Uka deyapman ey. Yasa bo'lmasa nima? Kim o'tiribsan bu yerda? Kimdan so'rab o'tirding bu yerda? Nahotki bundan ham epik narsa chiqar ekan. Kilka. Ketdik, endi toshga olamiz. Almaznik kilka. Endi jackpot og'alar. Sizlar bilan bugun yana toshga olamiz. Uka, sen ham orqamdan kezing. Agar Kamol senmi? Kamol ekan. Hop, mana shu yerlardan qazisa bo'lsa kerak menimcha-da.